Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun 9-noyabr 2025-yil sanasida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Do'stlar, ko'rib turganlaring Turkiyadan keltirilgan mandarinimizning yangi sorti hisoblanadi. Hozir bu sortimizni ichki ko'rinishi, suvlilik darajasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, tomosha qilinglar. Chag'imiz. Yaqinroq ko'rsatsangiz operator. Bismillahirrohmanirrohim. Mana mandarinimizni mana ichki ko'rinishlari mana. Urug'i yo'q. Ora-orada bitta urug' chiqib qolmasa, umuman urug'i bo'lmaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Erta pishar sort. Juda ham suvli, mazasi juda ham shirin sort hisoblanadi mana do'stlar. Ko'rishlaring mumkin. Buni endi mana hozir suvliligini ko'ramiz. Mana o'zing ko'zlaring oldida. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qolgan qismini ham mana ko'rishlaring mumkin mana. Endi buni mazasini bir ko'ramiz birgalikda. Bismillah. Vahshiy dahshat. O'zingizni teplitsangizda, issiqxonangizda shunaqa mandarin apelsinlarni yetishtirib, mana shunaqa tabiiy soklarini olib ichishga nima yetsin do'stlar? Hammani bu narsa qo'lidan keladi. Juda bir qiyinchilik joyi yo'q. Faqatgina teplitsa qilib, ishonchli ko'chatlardan olib ekilsa, hosillarini berib, egasini xursand qiladi. Kimga mandarin, apelsin, limon, kumquvvat ko'chatlarini ishonchli sifatlilardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Amalingga yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.